Assalomu alaykum ota, yaxshimisiz? Yaxshi, Xudoga shukr. Toshkentdan keldim. Nima shikoyat bilan keluvdingiz ota? Shu qo'llarim, oyoqlarim, belim og'rirdi. Mana hozir necha yildan keyin og'rimay qo'ydi. Nima lichenalar olyapsiz ota? Elektroparin, massaj, yana har xil nimalar bor. Operatsiyalar. O'shalarni hammasini oldim. Hozir yengil qusday bo'lib qoldim. Ramazon oyida Nurmat she'r sihatgohimizda 40% skidka qildik. Elektroforez, darseval, parafin, massaj, mineral suvli vanna. Ramazon oyi uchun bizni kuzatib turgan kuzatuvchilarimiz uchun tavsiya qilaman. Kelib maza qilib dam olinglar. Bular ham onaxon bilan birga kelishgan. 10 kun bo'ldi kelishganiga. Maza qilib dam olishyapti. Luksxonada hamma sharoitlar bor. Iftorlik bizdan. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Ota, siz kuzatuvchilarimizga nima deb qolardingiz? Yoqdimi lichenalarimiz? Lichenalar yoqdi. Elektrofarin, massaj, yana bir necha xil nimalarni qilishdi. Hozir yengil qusday bo'lib qoldi. Rahmat ota, sog' bo'ling.